Sizler bilen Delisi Akahmetov kanal. Hoş dostlar, bugünkü videomuzda Dream League Soccer 2026 oyununa do'stim bilan ikkinchi raund o'yinini o'ynaymiz. Ha do'stlar, kechroq chiqyapti, lekin sizlar uchun video qilyapman. Shuning uchun kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Qani unda biz boshladik. Do'stlar, do'stimga hozir duriza tashlayman va shunda ko'ramiz kim yutishini. Do'stlar, buni ko'p marta yutganman, sizlar ko'rgansizlar. Do'stlar, kechagi o'yin juda ham zo'r o'yin bo'ldi. Oho, вообще-то zo'r o'yin bo'ldi kecha yutdi Ispaniya jahon chempionati. And the away team have gone with this formation. Do'stlar, qani biz bunda boshladik. Today's game. A careless pass there. Oh, ozgina qoldi do'stlar. Do'stlar, kanalga obuna bo'lish esingizlardan chiqmasin. Chunki biz tez orada 1000 ta bo'lishimiz kerak. Va men Delisi Iminov yoki Delisi Ismoilov bilan birgalikda video olib, ularni yutishim kerak. Shuning uchun ham videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Va shunda men o'ynashim imkoniyatim juda ham oshadi. Va birgalikda o'ynab, men uni yutishim ham mumkin. Gol do'stlar. Bradley Barcola, Rivaldo assist qildi. Do'stlar, bu do'stim bilan birga bir ikkinchi raund olish juda ham qiyin bo'ldi. Vaqt bo'lmayapti. Yana kamiga kursga, ya'ni o'qishga boryapman. Shuning uchun ham videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va shunda videolar chiqish ehtimoli juda ham oshadi. Xo'sh do'stlar, mana do'stim. Bu video sal qisqaroq bo'ladi deb o'ylayman, chunki o'tgan safar uzunroq bo'lib ketdi. Pedro Gonçalves. A misplaced pass. Voy, ozgina qoldi lekin. Dyke with a tackle. Intercepted. Won the ball. Sal buralmayapti to'pim. Headed forward. Sam uzoqroq pas bersam, uzoqroqga ketib qolyapti. What a chance. Oh, yaxshi gol. Lionel Messi. Do'stlar, birinchi time tugadi. Keyingi time'ni boshlaymiz. Xo'sh, Rivaldoni 10 qanotga qo'yib qo'ydim. Keyin Mkhitaryan endi qo'ysam. Hani boshladik. They've made just one change for the second half. He attempts a long pass. An expert tackle. Oh, that pass could have been better. Rahmani with a tackle. A quick sub could work wonders for the team. That was a bad pass. Some fresh legs maybe. The players are warming up. Valverde with the ball. David Trezeguet. Is this the moment? Goal. Got a bit lucky there. Trezeguet. He struck at such an important time here to put his team in front. Fantastic goal. Dribbles with the ball.
Joshko Guardiola'ni hech qachon almashtirmayman. Picked up by the defender. Poor Va distribution from the player. va yana bitta gol urishib kelish ehtimoli ham bor. Va yo'q, ehtimoli yo'q Wasn't a ekan. very good pass. Valver Johnston varatoboni chiqib qoldi. Shuning uchun ham sal yetmay qoldi. Trezeguet'im He got that all wrong. Rivaldo o'ng qanotda ham o'ynaladi. Kimki bilsa, Here's Traore. o'ng qanotda ham o'ynaladi. They're Chap all trying to qanotda get ham. that one valuable goal. O yaxshi imkoniyat va Roberto. sal yetmay qol. O'tgan safargidaqaga o'xshab 2-1 ga yutaman shekilli. Yo 3-1 ga yo 2-1 ga. Lionel Messi. This is Do'stlar, a player who's making it all happen. sizlarni xursand qilish Here's uchun Trezeguet. ko'proq yutishga harakat The referee qilyapman. has his work cut out. We're Shuning seeing a uchun lot ham of tackles going hech qachon passed yutqazmayman. around. The referee Va do'stlar, full time. Do'stlar, men o'z o'rtog'imni, ya'ni Zaykoyimsini yutdim. fully deserved. Do'stlar, hammaga kattakon rahmat videoni tomosha qilganingiz uchun. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing. Bye bye.